Asosiy maqsadimiz hamjihatlikda, hamkorlik asosida sizlar bilan birga ishlash va sizlarni o'sha olib borayotgan keyingi ishingizda rivoj topish uchun qanaqa muammo, qanaqa masalalar bo'lsa, o'shanga siqidildan qo'ldan kelgancha qonun doirasida yordam berish asosiy vazifamizdir. Barqarorlik reytingida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishga alohida e'tibor qaratiladi. Bu mezon tadbirkorlarning 3A reytingini olish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi. Ish faoliyatimiz davomida muammolarimiz yo'q, lekin shu qurilish sohasida texnikalar asosan jismoniy shaxslarda bo'ladi. Og'ir texnikalar, kran, ekskavator, buldozerlar. Shular bilan ishlashda muammoimiz bo'lyapti. Soliq kodeksi bilan belgilab qo'yilgan u konstitutsiyaviy burchi ham bor fuqaroni soliq to'lashga majbur. Taklifingiz o'rinli, albatta bu taklifni rahbariyatga kiritamiz. Kuratorlarni sizlarga berayotgan maslahati, yordami, xizmatidan rozimisizlar? Oldi bilan yaxshi ishlashadi, hech qanaqa ziddiyat kelmagan, qanaqa muammo bo'lsa vaqtida hal qilib berishadi. Rozimiz. Muloqotimiz natijasi bo'yicha bu takliflaringlarni rahbariyat inobatga olib, qonunchilikga o'zgartirish kiritishga bir asos bo'ladi degan niyatdamiz. Hammalarga sog'lik, salomatlik, kelajak ishlaringizga omad tilab qolamiz. Katta rahmat hammalarga.